qarshi fikr eshitaman. O'sha maydon markazi bizda hozirgi O'zbekiston futbol tarixidagi eng slabый bo'sh pozitsiya deb fikrimda qolaman men. Yo'q, o'zim mana shu mundialda shunaqa bo'lib qoldi menimcha. Yo'q, bu har doim shunaqa bo'lib kelgan. Mana bitta misolda aytasizlar-ku, misol uchun Hamrobekov bilan Shukurovni aytasizlar, ko'rinmas ish qiladi. Qora mehnat. Ha, qora mehnat qiladi. Qanaqa ko'rinmaslik mumkin? Maydon shuncha kamera, misol uchun sharhda, qanaqa ko'rinmaslik mumkin mehnat? Rodriniki ko'rinadimi? Misol uchunda Pedriniki ko'rinadimi? Misol uchun Raysniki ko'rinadimi? O'sha pozitsiya-ku. Subimendiniki sal ko'rinadi. Subimendi o'zi yo'q, chunki yaxshi o'ynamaydi. O'ynab turgan payt. Yo'q. O'ynab turganda boshqacha o'ynaydi. U golda ham uradi, boshqa qiladi. Lekin maydon markazida harakat qilib, bu o'sha tushunchani bilmayman. Men qarshiman unga. Ya'ni eng zo'rlarini hozir aytdingiz-da, Rodri bilan ham bor deb aytdi. Yo'q, misol uchun maydon markazida harakat qilib, ishini ko'rsatadigan futbolchilar haqida gapiryapman. 4-3 bilan solishtirib bo'lmaydi-da, bular ikkita-ku. Interda qanot futbolchilari zo'rroq ko'rinadi o'rtadan ko'ra, to'g'rimi? Nega Barellachi? Yo'q, Barella ham xomosh ko'rinmaslik bo'yicha. Yo'q, ko'rinadi, bilmayman. Menga ko'rinadi, sizlarga bilmayman. Inter Barsadan chiqarib olganda asosan qanotlari bilan qilgan. Odil Ahmedov davridagi Odil Ahmedov 4 ta himoyachi bilan o'ynagan. Mana shu terma jamoamiz maydon markazi misol, mana o'ynasin 4 ta bilan. Kim o'ynamayapti-da. Mana o'shanga qurib qo'yildi. 3 ta markaziy himoyachi, bitta o'yinchi o'rtadan olinganda. Baribir meni fikrim bu O'zbekiston futbol tarixidagi hurmat saqlagan holda aytaman. Otabekka ham, Odilga ham. Men yo'q, formada bo'lmagan Otabekni ko'rdikda. Agar formada bo'lganda u hamma joyga xuddi Raislarga o'xshab Hamrobekov ham formada. Saralashligini ham nazar. Ha. Yo'q, mana bo'lmasa Shu davrni aytyapman. Siz ulardan mana hozir sanab o'tganingiz Rodri, Pedri, Raislar, siz ulardan ozgina anu sazidaniya deydi-yu, ijodkorlik ham kutasiz. Bularga funksiya berilgan. Stopper. bular Angliyani Fransiya bilan o'yindan kelib chiqarsa juda ko'p kuzatamanda bizani terma jamoamizda ayniqsa, ya'ni maydon markazi hozir zamonaviy futbolda juda ko'p narsani hal qilyapti. Aynan maydon markazi pozitsiyasi juda ham ko'p narsani hal qilyapti-da. Bu bor gap. Ha. Nimaga? Nimani hisobiga? Ya'ni ular o'sha stopperlik ham qiladi, sazidachillik ham qiladi. Bizda o'sha sazidachillik yo'q. O'sha 3 ta himoyachi bilan o'ynaydimi, 5 ta himoyachi bilan o'ynaydimi farqi yo'q. U shunaqa sazidachilik yo'q-da. Bizda bo'lsa faqat o'sha stopper deymiz va ko'rinmas ishni ham amallasha olmaydi. Shuni hisobiga Eldor juda ko'p vaziyatlarda majbur bo'ladi orqaga qaytib, o'zi hujum boshlab, xuddi o'ziga to'p oshirib berish kerakdek